Ramazon oyida ayollarda hayz kelganda qaysi amallar ko'proq ajr beradi? Professor Hayfa Yunus bergan top 5 ta maslahatlar bilan bo'lshaman. Ramazon seriyasining 8-kuniga xush kelibsiz. Birinchi maslahat istig'for, ya'ni Allohdan kechirim so'rash. At-Termiziy hadisiga ko'ra, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi duolarni aytib, istig'forni ko'paytirishni Aisha roziyallohga maslahat berganlar. Ikkinchisi zikr aytish, ya'ni Allohni ko'proq eslash, u bilan gaplashish va duo qilishdan to'xtamaslik. Al-Ahzab surasida: "Ey iymon keltirganlar, Allohni zikr qiling va unga ertalab ham kechqurun ham tasbih ayting." Uchinchisi ehson qilish. Agar pulingiz bo'lmasa, ro'zador insonga iftorlik qilib bering. Agar bu ham bo'lmasa, ro'zador insonning kunlik ishlarida yordam bering. To'rtinchisi Qur'on tarjimasini o'qish, yaxshi amallarni o'rganish va o'rgatish. Oxirgi maslahat bu insonlarni kechirish. Ramazon oyi kechirimsiz bo'lmaydi. Sizning vaqtingiz bor ekan, qo'ng'iroq qiling va ko'nglingizni og'ritgan insonlarni kechiring. Shu fursatdan foydalanib, agar sizni ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam, Alloh roziligi uchun meni kechiring.